Assalomu alaykum omoqlarim, kechqurunlar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga yeril tishim yeril degan cho'chakni aytib beray. Undaqda quloqinglar menda bo'lsin. Cho'chak yeril tishim yeril. Bor ekan, yo'q ekan, och ekan, to'q ekan. Burunqi zamonda bir yigit singil o'tgan ekan. Hadisning eti Aynuri, singlisining eti Ayguli ekan. Ular kichkidilla onasidan yetim qolgan ekan. Aynuri bilan Ayguli kunduzi birga o'ynab, kechasi birga yotdi ekan. Kunlar ashundoq o'simi bu ikki qiz o'lib ketgan onasini seg'inib yig'laydi ekan. O'zining kichikligidanmi yoki onasini to'lim seg'inib ketganligidanmi Ayguli bir kuni dadasiga "Dada, uyda onam bo'lsa, qandoq yaxshi bo'ladi, ha?" deb yig'labdi. Kichik qizning yumron tili otining yuragini ezib, ko'zidan yosh to'kibdi. U ner o'ylab, bir o'ylab, oxir o'z onasidek bo'lmasa, kindik onasidek bo'lar, qizlarimga ko'z qirini solar degan o'yga kelib, uzun o'tmay bir tul xotinga uylanibdi. Xotin sat ham qamruq bir o'g'lini boshlab bu uyga kelibdi. Bular xo'jasi Aynuri bilan Ayguli uyning qo'li bo'pti. U xotin o'g'li ko'zi chaqsimi gap qilmay, Aynuri bilan Ayguli jim o'ltirsimi sardini tiqib, sehrini chechib yuradigan bo'pti. Bechora qizlar bora-bora jimg'ur bo'lib ketibdi. Qamruq o'g'il uydan qochib bekarlab talog'i chiqib, talodan ko'chib bekarlab uyga kirib yuradi ekan. Aynuri bo'lsa uyni chinidek tutib, suv akirib, o'tin yerib, osh etib, qoch-quchilarni yuvib birdami bekar turmay ishlaydi ekan. Ammo o'gay ona zotili rost bo'lmay, Aynurini atidan kashkirgich qog'aydi ekan. Aynuri tayoq yesimi, til ahonat ishsimi, dardini ichiga yutib, tatisiga faqat aytmaydi ekan. Ishning qog'ishig'i pishib o'lmabdi degandek, Aynuri kunlar, oylar, yillar o'tib, to'linaydek chiroyli qiz bo'lib yetilibdi. O'gay onaning qonrug'i cho'ng bo'lgan siri satlashib ketibdi. O'gay ana chechan qizning o'z qo'lidan chiqib ketishidan qo'rqib, uni hech kishiga to'ydirmay, agashtirib kelgan qonruq o'g'liga elib bermoqchi bo'pti. O'gay ana Aynurining dadasini qistab, o'z o'g'lini maqtab, to'y qilib, ichida ikkisini qo'shib qo'yishga ma'qul keltiribdi. Ko'p o'tmayla to'y tayyorligimi hazırlanib bo'pti. Bara-bara uy ichida kelim-ketim gap so'z ko'payishga boshlabdi. Buningdan bir nimani sezgan Aynuri bir kuni singlisi Aygulni yeniga tortib, "Uyda nima gap so'zlar bo'lyapti?" deb so'rabdi. "Jinimada, dadam bilan onam seni taloqli qildi" debdi singlisi. "Rostmi? Meni kimga bermoqchikan?" "Okamga. Buni men uqib qoldim" debdi Ayguli. Shu hamon Aynurining butun a'zosi tikkanlashgandek bo'lib, qop-qora ko'zlaridan taramlab yosh to'kilibdi. U unimi, bunimi o'ylab, oson qutulishning amalini topolmay, oxiri qochib ketish qaroriga kelibdi. Aynuri to'y bo'layotgan kechasi singlisi Aygulini quchog'iga ilib turib, "Men ketaman" debdi-da, panjaradan sakrab tushib qochibdi. Aynurini kiyindirib yo'tkab ketishini kutib turgan yengilar orqasidan qo'g'labdi. Ularning orqasidan qonruq to'y egalari yugurishibdi. Lekin Aynuri bo'lsa bu sahradan u sahraga, u etizdan bu etizga, u tog'dan bu tog'ga qarab qochibdi. U egiz hanglardan, cho'nqur g'arlardan qo'rqmay o'tib, o'ziga aplik joy izlabdi.
Ammo hammali joy uningga tüp düzdek, әпсіздek bilinibdi. Aynuri o'zini uyiga ilib ketadigandek bilinib turibdi. Aynuri atrofga ko'z tashlabdi. Tağu taşlarga o'zini tashlab yig'labdi. Bara-bara odamlarning tovushi, otlarning tuyoq ovozi anglanishga boshlabdi. Tağu taş arasida yolg'iz ketayotgan Aynuri bir cho'ng tashning yeniga kelib to'silib qopdi-da, tashga qarab: "Yelindim, hay yo'g'on tash, rahim hayla, holimga baq" debdi va yana: "Yeril teshim, qutulib qolg'ay, aziz beshim" deb yalvuribdi. Shu chaqda tog'ning ichini qorong'ulik besib, havo guldirlabdi. Aynuri qo'rqib ketibdi. Yana bir sharaqlagan ovoz chiqib, cho'ng tosh yerilibdi. Qizning xushallik ichiga sig'may qopdi. U qo'lashlarini kerib, toshning ichiga kirib: "Hay yo'g'on tash, xushallikdan ko'zimda yosh. Yepil teshim, qutulib qoldi aziz beshim" debdi. Tosh yana charaslab turib yepilibdi. Biroq qiz ushoq o'rilgan sumbul chechini turib olishga ulgurolmay, chechining uchi tosh orasiga qisilib qopdi. Aynurining izidan mengib dadisi yetib keldi. U tut atrofga ko'z tashlab, qilgan ishiga pushaymon qilib yig'labdi. Aynuri ko'rinmabdi. U toshni bir aylanib chiqibdi, Aynuri yana ko'rinmabdi. U toshning to'pisiga chiqib qaragan ekan, bir tutam chechining qisilib qolganligiga ko'zi tushibdi. Ammo u toshning ichiga kirishining chorasini topolmay, bor ovozi bilan: "Yeril teshim, men qizimni ko'rib olay, didoriga qiynab olay" deb yalvuribdi. Shu chaqda tosh ichidan: "Yerilma teshim, yerilma, men dadamni ko'rmayman, didoriga qonmayman. Avval idi o'z dadam, endi bo'ldi qiynatam" degan ovoz keldi. Dadisi yig'lab qo'rsiq ochganda qaytib ketibdi. Ondan o'gay ona kelibdi, umu: "Yeril teshim, men qizimni ko'rib olay, didoriga qiynab olay" deb yalvuribdi. Tosh ichidan: "Yerilma teshim, yerilma, men onamni ko'rmayman, didoriga qonmayman. Avval idi o'gay onam, endi bo'ldi qiyni onam" degan ovoz keldi-da, tosh echilmabdi. Kaynidan yiliqsat oqis keldi. U xirqirab turib: "Yeril teshim, men so'nglimni ko'rib olay, didoriga to'yib olay" debdi. Tosh ichidan yana: "Yerilma teshim, yerilma, men okamni ko'rmayman, didoriga boqmayman" degan ovoz keldi. Umu qaytibdi. Ang oxirida Oygul keldi. U toshga bag'rini yiqib turib: "Yeril teshim, men hadamni ko'rib olay, didoriga to'yib olay" debdi. Tosh ichidan bir mungluq sado chiqibdi. "Yeril teshim, men singlimni ko'rib olay, murodimga yetib olay" debdi. Tosh charaslab echilibdi. Aygul "Jinim hada" degan peti hadisning quchqiga o'zini etibdi. Ular yig'labdi, qaqshabdi, bir-birini bag'riga besibdi.
Tang etib kun chiqqanda, egichi singil ikkisi tog'dan eshib, yayloqqa qarab mengibdi. Kichik do'stlar, kech bo'lib ketibdi. Bu cho'chakni bugun mush yergacha aytib beray. Balduroq uxlanglar. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin. Cho'chakning davomini anglayman desanglar, atkashda mush vaqtda Dilola saloniga kiringlar. Texmi qiziq yerlarni aytib beraman jumu. Xayr xo'sh.